Oke, probegim ozgina o'tib ketuvdi. Qanaqa o'tkazibsiz sizlar? Oka. Gazda yopilganiga puldan ozgina tanqischilik bo'ldi. O'shanga benzinni ozgina o'tkazib yubordik, ham probegi ham o'tib ketdi ancha. Qanaqa bo'larkan endi? Ishlar vashi qorayib ketibdi. Oka, bu muammo emas. Xudo xolasa, oka 5 minutda muammongizni hal qilib beraman. Hop, bizda maxsus prisatkali texnikatimiz bor. 5 minutda oka mutlaqo tekinga masalangizni hal qilib beraman. Ramazon munosabati bilan Liboy moyxonamizda 4 ta filialimizda mutlaqo tekinga 5 minutda bunaqa muammolarni hal qilib beraman. Keyingi safar bunaqa muammolar bo'lmasligi uchun Xudo xolasa biz quyib berayotgan skop, maligen 530 moylarimizdan 10 ga 40 moylarimizdan foydalansanglar, bularda moyishi prisatka bor. Bunaqa muammolar yuzaga kelmaydi. Probeg o'tsa ham, yomon yoqilib quysalar ham, Xudo xolasa bular unaqa muammolarga chidamli. Bizga berayotgan tavsiyalarga amal qilsanglar, Xudo xolasa bunaqa muammolarga to'g'ri kelmaysizlar. Kelaverasizlar, Ramazon munosabati bilan mutlaqo tekinga hamma filialimizda amal qiladi bu narsamiz. Kelaveringlar, masalalarni mutlaqo tekinga hal qilib beramiz. Kelaveringlar. Rahmat, gap yo'q, bor yo'q, shukur. Xudo xolasa.